Salomatmisizlar. Bugungi mavzumuz asoslari birdek darajalarni bo'lish. O'tgan darsda biz asoslar birdek darajalarni ko'paytirish degan o'tgandik. Ko'paytganda nima qilardik? Asoslari A darajasida n ko'paytirilgan A darajasida m bo'lsa, u chog'da biz asosini o'zgartmay qo'yib darajalarini bir-birsiga qo'shib etdik. Bugun darsimizda biz kasrlarni bir-birsiga bo'lishni o'tamiz. Shundoqla yozaylik. A darajasida n bo'lingan A darajasida m bo'lsa, u chog'da biz nima qilamiz bu yerda asosni o'zgartmay qo'yib, darajasi n dan darajasi ko'rsatkichi m ni ivitmiz. Mana bizning andagi xususiyatimiz darajalarning. Nemishki bundoq desanglar, uni isbotlash uchun biz bundoq kirgizamiz. Qaranglar. A darajasida n bo'lingan A darajasi m kasrning asosiy xususiyati bo'yicha biz suratini A darajasi m ga ko'paytib, A darajasi minus m ga ko'paytsak, hech kim o'zgarmaydi. Sababi o'tgan darsda o'tib ketdik. Ko'paytirilgan tug'anni darajalarini qo'shibmiz. M ga minus m ni qo'shsak 0. Shu vaqtda hech kim o'zgarmaydi deymiz. Buni nemishki bundoq yozib oldik desanglar, sababi bizda suratidagi A darajasi m bilan maxrajdagi A darajasi m ni qisqartib etsak, qoldi A darajasida n ko'paytirilgan A darajasida minus m. Va ko'paytirilgan tug'anda asosni o'zgartmay qo'yib, ko'paytgichning darajalarini qo'shib etdik. N qo'shilgan minus m. Shu vaqtda plus minus tug'anda minus bo'ldi. Eng oxirida qoldi A darajasida n elingan m. Bo'ldi. Andiki hisoblanib chiqqan nima deymiz? Asoslari birdek bo'lsa, asosini o'zgartmay no change degan o'tganda qo'yib, ko'rsatkichlarni bir-birsidan ivitmiz. Endi ko'rsatkichlar 0 ga teng daraja deydi. Bu eng xatolashadigan mashhur xatolashimiz. Agar biz x darajasi 7 ni x darajasi 7 ga bo'lsak, biz nima deymiz? O'xshash sonlarni bir-birsiga bo'lsak, 1 chiqdi deymiz, durustmi? Va bugun nima o'tdik biz? Asoslari birdek sonlarni bir-birsiga bo'lganda biz darajalardagi ko'rsatkichlardan bir-birsidan ivitmiz. Shu vaqtda 7 dan 7 ni ivatsanglar 0 qoldi ekan. Qaranglar bolalar, buni so'ng tarafi har ikkisining so'ng tarafi o'xshash. Demak, o'ng taraflarimiz bir-birsiga o'xshash bo'lishi kerak. Shu vaqtda bu yerda nima deymizki biz? X darajasida 0 teng 1 ga buni. Va qoida yuritida bunda deymiz. Har qanday b, biroq b 0 ga teng emas, sababi 0 ga bo'lishga bo'lmaydi. Har qanday ratsional son bo'lsa, bizda b va b bo'lingan m bo'lingan b bo'lingan m ni bekindak b darajasi m minus m yozsak, m da m ni yozsak 0. Shu vaqtida boshqacha chiqarganda b darajasi m ni b darajasi m ga bo'lganda ikki o'xshash sonni bir-birsiga bo'lganda 1 chiqdi deymizda. Va ko'rsatkichi 0 ga teng darajani 1 ga teng ekanligini, ya'ni bir svoystvo xususiyat deb chiqarib olamiz. Bularni yodlab olinglar. Qanamiz hisoblanib chiqaraylik. Berilgan ifodaning daraja turida yozinglar deydi. Qaranglar, ya'ni buni tirnoqning ichlari o'xshash bo'lgandan keyin biz asosini o'zgartmaymiz. Minus 5,18 dan 7 ni, 4 ni kechirsizlar. 5,18 dan 4 ga bo'lishni hojati yo'q. Uni bir qatim ko'chirib yezib, buni ustidagi ko'rsatkichlarni bo'lingan tug'anda bir-birsidan ivitmiz. Shu vaqtda 17 dan 8 ni ivatsak 9 qoldi. Hisob bitdi. Shundoqla darajaning asoslari birdek 2 darajaning ko'paytindisi turida yozinglar deydi. Endi bu ko'paytindi qaytlab o'taylik. Asosni o'zgartmaymiz dedik. Masalan, bunday yozsak bo'ldi. 11 dan 2c 2 damda vaqtida yana bir qatim ko'paytgichi yozib olmizga 11 dan 2c. Endi вот darajasi 77 chiqish uchun endi jiq tur bor. Masalanlarning birisi Meg birinchisi ko'paytgichning ko'rsatkichiga 70, ikkinchisiga 7 deb yozib qo'ysak bo'ldi.
qo'shganda qancha bo'ldi? 77. 7 bilan 77 yaxmasa, masalan, 37 bo'lsin. Birinchi ko'paytirishning darajasi. O vaqtda ikkinchisi qancha bo'ldi? 77 dan 37 ni yetsanglar 40 qoldi. В общем, har xil yazsanglar bo'ldi. Главное, buni 2 ustidagi san bor biz ko'rsatkichi deymiz. Mushu 2 ning ko'rsatkichining qo'shindisi 77 bo'lishi kerak. Endi yana bo'lyapmiz. 1,1 t ning darajasi 8 bo'lingan mundaq bo'lingan yulduz. Shu yerda yulduzning o'rnini qancha yozishimiz kerak deydi. Bo'lingan bo'lganki podrяд maqmiz. Buni ikkinchi o'tirdagi sanning darajasi yo'q degandiki, bu yerda ko'rinmaydigan 1 bor. Abe nima dedik? Kasrlarni asoslari birdek bo'lsa, vaqtda ko'rsatkichlarni bir-birisidan ivitmiz. Shu yerda buni 8 dan 1 ni olamiz. Qoldi 7. 7 dan qanchani ivetsak, ya'ni shu bir o'zi qoldi ekan. Men yez qo'ysam bo'ldi. 8 elingan 1 elingan yulduz teng bo'lish kerak 1 ga. Shu yerda qoldi 7 elingan yulduz teng 1. Shu yerda yulduzning o'rniga, конечно же, 6 tushadi. Tushunmasangiz kommentariyga yozib qo'yinglar, qarab turmaydi. Endiki hisobda bo'lingan o'zi aralashtirib hisoblanishga murakkab qilyapti-da. Bo'lingan ko'paytirilgan tug'anda minus asos, eng muhimi asosini o'zgartmaymiz. Ya'ni qaytlab itaveray. Minus kt ni ko'chirib yozib, darajasiga nima yozamiz? Bo'lingan tug'anda ko'rsatkichlarni bir-birisidan olamiz. 49 ni 39 ni olamizga endiki ko'paytkichining oldida endiki sonda ko'paytirilgan turgandan qo'shimiz 10. Shu chog'da javobi bo'ldi. Minus kt ning darajasi 49 ni 39 ni yozsak 10, 10 ni qo'shib yozsak, конечно же, 20. Darslar tushunishli bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Endiki hisobda уже berilgan b mushtaq sonlar bo'lsa, u chog'da buni berilgan strashniy ifodaning ma'nosi qanchaga teng deydi. Savol belgisi qo'yay. 5 da mushtaq hisobladi. Biz 5 da ixchamlab elib, keyin b ning o'rniga 8, keyin minus 1 butun 10dan 3 ni qo'yimiz kelmaydi. 1 butun 10dan 2 talsan berilgan bu 8 minus 1 butun 10dan 3 chiqarali. Ko'paytirilgan tug'anda nima qilamiz dedik? Darajalarini qo'shamiz. 40 qo'shilgan 10. Aslida yozmaymi? O'yda hisoblayotsanlar bo'ldi. Men yozib o'tiray hozircha. 38 bo'lingan bo'limini mahrajini bo'lak chiqarib olaylik. Maydim ko'paytirilgan tug'anda darajalarini qo'shib etamiz. 37 qo'shilgan 49. Shu vaqtda surtida b bo'ldi. 40 50 88 mahrajida bo'lsa b ning darajasida 70 86. Endi ikki darajalik sonning bir-birisiga bo'lyapmiz. Asoslari o'xshaydi, b ni ko'chirib yozamiz. Ya'ni b ni b ga bo'lib 1 deyotmanglar. Va ko'rsatkichlarni bir-birisini yozamiz. 88 ni 86 ni yozatsanglar, qoldi b ni ko'chirib yozdim 2. 2 demaymiz, no, сокращенно b kvadrat deymiz. Dalicha x o'zgarmasi qanday ma'nosida? Ifodaning ma'nosi 1 ga kechirsizlar. Belki hisobda hammalarda qancha b 8 ga deydi. Shu birini tursam esda qo'ymay. Birinchi joqda 8 bo'lsa, shu vaqtda 8 ning kvadrati deymiz. U 8 ko'paytirilgan 8 jadval bo'lganki, uni sразу 64 deb yozib qo'yaylik. Ikkinchi joqdayda b ning o'rniga minus 1,3 ni yozinglar deydi. Uni kvadratlanglar deganda eng birinchi darsda biz o'tgandik. Agar darajada ichida salbiy son bo'lib, darajasi jup bo'lsa, bizda minus yomg'irqada minus ko'paytganda plus bo'lib, javobi ijobiy chiqadi. Endi по-честному пока что 1,3 ni 1,3 ga ko'paytib yetinglar. 39 13 keldi, 169 bo'ldi. Ko'rsizlar. 5 ning fatma qoldi. 169 5 ning ikkinchi son bo'lgandan so'ng taraf bir 2 ga yo'tkab 1,100 dan
69 deb yazamiz. Endi hisoblash Nomer 12 deydi. Tralala ma'nosini tang bo'ldi deydi. Bunu belgen ifadenin pek ma'nosini birga tang ko'may qapmango. Şu vaqtida bölüngen tuğandığımızda da minus 9,3 derecesinde x bölüngen tuğanken bunu 2 ko'rsatkichidan bir-birisini etimiz. X'ni 24 ni alamiz. Keyin ko'paytirilgan tug'ashga 48 ni уже qo'shib etimiz. Va mushuning hammasining ma'nosi birga teng bo'lishi kerak ekan bolalar. Katta dalchi minus 9,3 mayda bo'ldi x minus 24 ga 48 ni qo'shsanglar cho'ng sonning kichik son deb cho'ng sonning belgisini qo'yamiz. 48 ni 24 ni yetsanglar 24 o'zi qoldi ekan. Teng 1. Tenglama bu yerda x ni tepishimiz kerak. Qarang, so'ng tarafining asosida minus 9,3 o'ng tarafida prosta 1 turganki biz bu narsani chiqaramaymiz. Chiqarish uchun minus 9,3 mun so'ng tarafini ko'chirib yezib 1 ning o'rniga abandimizda biz har qanday sonning 0 darajasi har qachon 1 ga teng. Shu vaqtda biz buni 1 degan sonning o'rniga только потому что bizda hozir so'ng tarafida minus 9,3 o'ng tarafiga minus 9,3 ni yezib elib ko'rsatkichiga 0 yozasizlar. Shu vaqtida hech kim o'zgarmaydi. 1 deganimiz minus 9,3 ning 0 darajasiga teng. Потому что har qanday sonning 0 darajasi 1 da to'xtatishmi? Endi asoslar o'xshaganki darajalarini bir-birisiga tenglashtirib x qo'shilgan 24 teng 0 desak, bu yerdan chiqdi x teng minus 24. Так, ifodaning ma'nolarini selishtiringlar deydi. Endi deb yozib qo'ydim. Bu va deganimiz durustmi? So'ng tarafida minus 3 dan 1 bölüvatimiz. Şu vaqtda darajalarini давайте сразу endi уже tushunishlik qilib сразу yetaylik. 60 dan 58 ni olsanglar 2 bo'ldi ekan. Va degan yana o'rin tashlab qo'yib turay. Minus 2 dan 1 ning darajasini maydan bo'lingan turdi. Shuning uchun ko'rsatkichlarni bir-birisidan olamiz. 40 dan 36 ni yozsangiz просто 4. Endi hisoblaylik. Minus 3 dan 1 ning kvadrati minus 3 dan 1 ko'paytirilgan minus 3 dan 1 deganimiz. 2 qatim ko'paytib etamiz. Va deb yozib turaychim. Mayda minus 2 dan 1 ni 4 qatim ko'paytamiz. Aslida undaq yozishning hojati yo'q, конечно. Пока biz yozib turaylik. Yan bir xususiyatini bilmagachga mana shu yozib turaylik. Uni endiki darsda berdik mayda minus 2 dan 1. Ko'paytaylik. Minusni minus ko'paytsak plus ko'paytirilgan tuğanni qisqartamiz. Qisqaradigan sonlar yo'q. Bu yerdan 1 ni 1 ko'paytamiz. 3 ni 3 ga ko'paytamiz. Bo'ldi. 9 dan 1 patmay qoldi, kechirsizlar. Mayda minus minus plus minus minus plus, в общем plus plus bo'lib ketganki, hammasi plus bo'lib ketdi. 4 darajasi jup точно plus bo'ldi. Говори. 1 ni 1 ga 4 emas. Ya'ni nima qo'ya edim xato qilishda bir o'zi qoldi. 2 ko'paytirilgan 2 в общем bu yerda bo'ldi 16. Endi bir tal tortni 9 odamga bo'lgan yaxshimi, bir tal tortni 16 odamga bo'lgan yaxshimi? Selishtiringlar deydi-ku. Конечно. Qanchalik odam soni oz bo'lsa, shunchalik bizning kasrimiz, tortigimizning kusochiga yo'g'onroq bo'ldi. Shuning uchun 9 dan 1 16 dan 1 dan cho'ng. Ifodani oddiylashtiringlar deydi. То же самое. Вообще 7-sinfning algebra bunun daraja degan mavzusi hammasi отличник bo'lib ketadi bu yerda. Nima yozimizga 2,1 dan 1 endi ko'paytirilgan turdi degandan keyin ko'rsatkichlarni bir-birisiga qo'shamiz. K qo'shilgan 3 u o'zini ko'chirib yozdik. Qo'shilgan 6t bo'lingan bo'lgandan keyin давайте сразу minus 4 aslida minus 3 imdaq tirnoq elishim kerak. Yazsam bo'ldi, конечно, biroq qanchalik oz yezib o'ylajiq chiqarsak shunday yaxshi. Shuning uchun biz buni tirnoq turadi, uni evatganda
minus buni minus köpeytkende plus boldu dep aşını oydyl endi avtomatически yazsak melek plus bol kaldı. Kaldı 2,1 o k bir tal k kem. Şu k emes t etdiği deme. Da ладно, k yazıp koyup k türevesin. K plus 6t bilen 6t'nin 4t'ni evetsaňla ola okşaş koşalgyçlar 6 depter 4 talny kilitletdiňler desek 2t kaldı. 3 keçirsler da normalno 3 koşulgan 3 boldu 6. Всё. Hesap bitti. Hesaplanla dedi. Hesaplanla degan kim? Bu yerden bölek bölüngen turganda sразу deymiz. 9 22'ni 20'ni versek 2. M'de 8 5'ten 3'ni versenler yanına 2. Bölüngen turdu. Bölüngen turgan yönde kesirlen yiz koyay. Onun için meni sel çürüte ten her kaçan kesirinin oturdu boluş gerek. Mährejide bolupke 6'nın 18'ni 15'ni etsenler 3. Durus yazgandymı? Durus. Hesaplaylı. 9'un endi bir yerde hesaplayımız. 9'nun kvadratı 9 7 9 81. 8'nin kvadratı 64. Qaratmy bir endi hata qılmandymı? 6'nın kubi endi onu qandaq yazsam yaxşı boldu eken, чтобы andan qısqartış üçün. Ну, давайте 6 dep yazıp koyup turay hazırça. Nimişki yazıp koydum, no yazıp turay. Onda qısqartymız. Мәсәлән, qaranglar. Bunu 81 bilen bunu 6 her ikisi 3'e bölündü durusma. 81'ni 3'e bölseňler 27, 6'nı 3'e bölüp etseňler 2. Keyin deysler, toxtap turunglar. Mäde yani bunu 27, bunu 6 yani 3'e qısqaraydı eken go. Şu wagtda 27'ni 3'e bölsek 9, mäde yani 2 çıkmadı. Ahırkı qetimde nem qılmız kemeydi. Bunu 9 bilen bunu 6'nı yani 3'e qısqartıp etsek 3 imed 2 kaldı. Şu wagtda da sürütide 3 köpeytilgen 64, mährejide 2 köpeytip etseňler 8 boldu. Bu yerden 64 bilen 8'ni qısqartıp etsek 8, 3 7 8 24. Soallaryňlar ýokken, tagda dawamlaşdyryp düşüngen bolsaňyz düşündikde birden ýyzyp goýňlar endi. Düşünüp Dereceni asaslary birdek 2 dereceden köpeytiniz türdi ýazaňlar dedi. O, yaxşı. Bu ötken mawzumuz. Bizde nimde edi? Derejelerde plus turgandan keyin biz köpeytindigi da aylandyrmyz. C derecesi de 4, köpeytilgen C derecesi de 5K. Endeki hesaplanma dedi. Yaxşı. Hemmisinin göretemizler hemmisinin asası 1,2. Demek 1,2'ni köçürüp yazıp davayte derecelerini sразу koşaylı. 40 koşulgan 25, 65, 4'ni koşup etsek 69 çıkdı. Mährejide bolsa 1,2 med 59'ga 8'ni koşsaňlar 67 boldu. Endi bölüngen turganda bizni asasyny köçürüp yazıp görsetkiçlerini iyi bitiniz qaytlap bolatmy? 69'dan 67'ni ivetsaňlar 2. Endi 1,2'ni köpeytip etsaňlar met köstüte 1 köpeytkende 5'ke qarma köpeytip elip met 24 met 12 düşüdü durusma. 5'ni 1 2 san bolanken 5'ten keyin biz en ahırında 1 2 san rakamga ýetkep 1,144 degen jawabyny almaz. Uzun hesap. Biroq qiyin emas. Ne переживайте. Täňlikniň ýanyl duruslygyny tekşiriňler diýdi. Soň tarapyny çykarmaz, oň tarapyny çykarmaz, keyin garaýmyz. Soň tarapy oň tarapyga okşamdy. Ладно, ýyzyp çykmaýdy.
Köpeytilgen tuğanki 31 qoşulgan 18 qoşulgan 27 qoşulgan 19. Endi bunu 31 ki 19 qoş sel oңайraq kep aytım men 5'in 12'sini qoşup alay. 30 40 50 boldu durusmu? Endi 18'ni 27'ge qoşsaňlar 20 30 45. 45 men aytkança dedim 3 4 5. Şu wagtda A derecesinde 95 boldu kep. Hatta çıkası tənlik ispatlanmaydı. Məxrəcidi bolsa A 20 medim qaram 22 54 ni da по-честному подряд qoşuşqa. Bizde mesela aslında 22 qoşulgan 54 qoşulgan 16 go. Qançıncı sınıfta bilmem, 3-nji sınıfta mı, qaysı bir sınıfta ötse qoşulguçylaryň orun almasma mənasy özgemädi. Şunuň üçin 54 ki 16 qoşuş oňaýrak, sebäbi 0'lık bütüdür. 4 ki 6'nı qoşsak 10. 50 ki 10'nu qoşsak 60. Eşe 10 70. 70 ki 22'ni qoşsaňlar 92 boldu. 10 tarapını göreli. A derecesinde bir ýerde oganda oňay ýok baytym 39'a 23'ni qoşsak 50. Yani 12 62 bolduke. Mährejide 59 köçürüp ýazdym. Bölüngen tuğandı körsetkiçlerini iviteli 95'den 92'ni alsak 3 meyde 69'dan 50 62'den 59'nu alsak тоже 3. Son terpige 10 terpige de baytım ispatlandı deyimiz. Şunu bilen meşede dersimiz ayaklaştıyım. Beğengen bolsaňlar like, çendigen bolsaňlar kommentariýa suallaryňy ýazyp